Hayırlı gün okuşular. Bugünkü dersinin temasını bilүү üçün sizge tübendeki resimlerini nerse birleştirgenini aytırga kirek. Düye, kaktus, kuşayak hem kum. Eligi rebusda da bizning dersinin teması yaşırılgan. Biz bugün sizning bilen issi şulga seyahatga chiqashapmiz. Şuna göre o'zingiz bilan ishlepa, ko'zlik hamda endi ko'paytib suv zapasi olishga unutmag'iz. Seyahatimizni tubandagi plan bo'yicha boshlarmiz. Tabiiy zona, shul ustligi, klimat ham o'simliklar, hayvonlar zonasi. Biz seyahatchilar. Mana biz sizning bilan issi shulda. Shul ul zangar ham sori tus qo'shilmasi. Sori ul qum, zangar ul ko'k. Qum, ko'k, quyosh, kuydirgan jir, ustidan qoralgan ham qizg'an toshlar shulni borliqqa keltiradi. Rossiyaning dağlar zonasidan kun yoqqa toba ketgan sayin tog'inda jilana ham qurulana tusha. Jirni quyosh qizdira, yomg'irlar sirek yowa. Shulay dala oqrinlab yorim shulga, yorim shulga ko'sha bora. Aydagiz ele, Rossiyaning tabiiy zonalar kartasidan shullar ham yorim shullar zonasini qarab o'tik. Rossiyada yorim shullar shoqti jirni bilab tura. Amina shin shullar oz. Ular dağlardan kun yoqqa toba Kaspiy dengizining yor bo'ylarida o'rnashgan. Foto rasmlarga qarab, siz shullarning ikki turga bo'linganini bila olasiz. Ko'rganingizcha, ular qumli ham bolshiqli bo'lar ekan. Qum uyumlari barxanlarni, yorg'alangan bolshiqli jir tarxanlarni hosil etadi. O'quvchilar, siz nechik o'ylaysiz? Shulda hayvonlar ham o'simliklar bormi ekan? Shullarda jaybik issi ham quru bo'la. Jir ustligi kunduz +70 gradusga qadar jilana. Havo temperaturasi ko'lagida 40 gradusdan orta. Durust tunlarin salqin bo'la. Chunki qum ham bolshiq tez suvina. Qish qisqa, lekin shoqti salqin. G'invar oyida o'rtacha temperatura -10 gradus. Qor butun jirga yog'may. Yog'sa da qor qoplami bek yuqa bo'lib yota. Shulning eng g'ajoyib o'simliklarining birisi ul duya shanishkisi. Onun tomirlari 20 metr yiroqlikqa qadar tusha. Ul dimni shundan ola. Shunga ko'ra jaygi shillada da ul yem-yashil bo'lib qola. Albatta, haligi o'simlik ul shanishkili. Shunga qaramasdan onu duya biyik yaratib boshlaydi. Shul turmushida ulanchil o'simlik qumliq sulusining da ham juzgun degan quvoqshil o'simlikning ahamiyati zo'r. Ularning tomiri qumni yaxshi berkitadi. Onu jil ko'chiruvidan saqlaydi. Shunisi qiziq. Juzgun yo'fraqsiz yashil soboqchiqlari yo'fraq xizmatini o'taydi. Shulda yashovchi har bir hayvon o'zincha qiziqli. Mana masalan, qumliq arlanlari. Bu kemiruvchilar qatlovli, tarmoqlanib bitgan inlar qozib, shunda turkumlashib yashaylar. Sizning qarshingizda burungi misrlilarning izgi bijagi, tiris qing'izi, skarabey. Haligi bijak tirisdan zo'r bo'lmagan shor borliqqa keltiradi. Shundan so'ng uni olg'a ortqa tagaratib, kerakli formaga yetkiradi. Qo'y vaqtda bu shor bijakning o'z og'irligidan da ortib ketarga mumkin. Shunisi qiziq, ular tiris shorlarin qo'g'ida bo'yicha boridik kun chiqishdan kun botishga toba tagaratadi. Shunga ko'ra burungi Misrda ularni quyosh yo'lin qobatli deb sanaganlar. Bugungi kunda da Misr xalqi tiris qing'izin baxit ham o'xsha keltiradi deb sanaydi. Shulda shulay qushayoqlar, shulning otoqli sikruvchilari, g'adatiy bo'lmagan qiyofatda. Quloqli kirpi ham kichkina tilka uchraydi. Irirak hayvonlardan soyg'oqlar ayrilib turadi.